Освещение darsini davom ettiramiz. Biz o'tgan darsda Corona Sky Corona HDRI o'tdik. To'g'ri, Corona HDRI o'zi bo'lmagani uchun Vire HDRI dan foydalandik. Xonani yoritish, tabiiy yoritish usuli bilan qisqacha agar takrorlab o'tadigan bo'lsak, Corona Sky bilan HDRI farqini agar to'liq tushunilmagan bo'lsa qisqacha aytaman. Corona Sky Corona Sun bilan baravar ishlaydigan освещение. То есть shunaqa usulga egaki, masalan, просто xonani birinchi освещение berib qo'yganimiz bilan quyosh yo'q edi. Aslida quyosh ham qo'yilishi kerak. Corona Sky nima qilayotganda, chunki quyosh joylashishiga qarab Corona Sky o'zini rangini o'zgartiradi. Halogenasini. Xuddi tabiatdagi quyosh o'rin o'zgartirganda osmon qanaqa rangga kirsa, bu yerda ham xuddi shunaqa sistema bo'ladi. Просто освещениeni o'zi bilan render qilganda чисто просто ko'kimtir oq sifat ko'kimtir rangni beradi, udar berib quyoshsiz beradi faqat. Ну, yorug' kun quyoshsiz unaqa nima deydi? Iloji yo'q. Обязательно quyosh bo'lishi kerak o'zi. HDRI освещение berilganimizda u nimani hisobi bilan освещение beradi? Birinchi u asli original fayl syomka atrof muhit syomka qilingan variantda. Panorama holatda 360 gradusda syomka qilingan. U narsa xuddi atrofi osmon qanaqa rang bo'lsa yoki atrofda qanaqa daraxtlar yoki binolar bo'lsa, o'shani attenkasini uradi xonaga. Masalan, Afrikani atmosfera bo'lsa, Afrikanikini beradi. Londonniki bo'lsa, Londonnikini beradi. O'sha nima deydi? Toniga qarab, o'sha rangining toniga qarab. Plus yana bitta farqi bor, HDRI quyoshsiz va quyoshli bo'lgan momentda. Quyoshli bo'lgan holatda qarash kerak. Quyosh o'tkir soya beryaptimi, o'tkir soya bermayapti. O'tkir soya beradigan bo'lsa, Corona Sun ishlatilmaydi. Agar mягкий, yumshoq soya berayotgan bo'lsa, o'tgan darsda o'sha bir necha xil HDR ishlab ko'rdik. O'tda уже soya berish, quyosh berishimiz kerak bo'ladi. Chunki чтобы quyosh kirayotgan imitatsiyasini berish uchun. U ham sharoitga qaraladi. Masalan, majburiy berish kerak degani emas. HDR bergandan keyin quyoshni berish. Kimgadir yoqadi yorug'lik. Kimgadir imенно xonani mягкий atmosfera yoqadi. Render kayfiyatiga qarabda. Masalan, quyosh berganingizda kimdir ko'ngli yayrab ketsa, klientlar bir xil nimaga mana bu joy yonib ketdi degan savol ham berishadi. Shunaqa bo'ladi klientlar bilanda. Shunda просто yana ish atmosferasiga qaraladi. Masalan, bir xil ishlar bor, yorug' kunda chiroyli chiqadi. Bir xillari bor, kechqurun anaqa yorug'lik bilan chiroyli chiqadi. Buni ham bir tanlash bilish kerak edi. Ya'ni mana shu xonani qanaqa ko'rinishda ko'rsatib beraman deb. Keyin u ham yana bitta narsa har xil holatda sraz ko'rsatishingiz mumkin klientga. Mana oke. Mana yorug' kundagi holat, xonangiz qanaqa bo'lish atmosferasi, mana kechqurungi holat qanaqa galagali yon beradi. Uchinchisi yana bittasi miksirованный, ya'ni aralashgani, ham galagali yo'qoladi, ham ko'chadagi освещение kiradi. Endi bunaqa raznoобразный qilishga endi ozgina klientni beradigan puliga ham qoladi. Agar klient kamroq pul berayotgan bo'lsa, siz 3 xil, 4 xil variantli освещение turini ishlab chiqishga vaqtingiz yo'q sizda. Unga pul to'layotgani yo'q. Agar kvadratda 10-15 dollardan to'lanayotgan bo'lsa, qimmat shunaqa zakazlar bo'ladi. Ekskluzivniy. Shunaqa klientlar chiqib qoladi bir-bir. Uncha-munchasida yo'q bo'lgan nimani qilib yasatirish kerak. O'sha paytda уже ekskluzivniy ish qilinadi qattiq. Chunki normalniy pul to'layapti. Agar ishingiz normal ko'rsatmasangiz, men shuncha pulni nimaga to'ladim degan gapga olib ketasiz. Bo'ladi shunaqa qaysar klientlar. O'zidan masalan qaysarligim bor, shunga aytaman. Anaqa. Bitta ish bo'lsa, masalan, pulni normalni to'layolmayman, o'sha kashtasini xohlayman. Endi o'zim dizayner bo'lgandan keyin kimgadir bersam, nimani qilayotganini bilaman-da, masalan. Qaysi ishlar bor? 2 soatda qilib bo'linadi. Samasova kiradi xayolimga. 2 soatda qilib bo'lgan ish uchun shuncha beraman degan keladi xayolimga. Chunki normal ish normal vaqtda oladi. Shu. Endi sanni o'zini birinchi yoqib ko'ramiz xonada. Чтобы o'zi funksiyasini bilish uchun Corona Sky nastroykasini qisman ko'rdik. Bu yerda imенно o'zgartiriladigan momentni ko'rib chiqdik Corona Skyda. Endi Corona Sunga o'tamiz. Buning uchun birinchi bo'lib render environmentga kiramizda, mana bu HDRI o'chirib qo'yamiz. Xonamiz qorong'i bo'lsin.
tekshirib ko'ramiz. Tak aytgancha render setupdan renderga qo'ygan faylimni o'chiramiz tak. Xo'sh. Tak, oxirgi shu render qilingan faylni ochamiz. Bittasi mana HDR quyoshli variant. Ya'ni HDR o'zida quyoshi bor. Bunga san qo'yish shart emas. Bunga tak aytsam, qisqacha aytadigan bo'lsam, 8-nomerli HDR edi, kачественный HDR kolleksiyasidan. Bu yerda quyoshi bor. Masalan, bu yerdan to'g'ridan tushyapti, bu yerda ozgina quyoshi o'rmondan tushayotgan soyasi bor. Bilinmas, как бы ozgina. Mana bu yerdan tushayotgani bu osmonni soyalari. Quyoshniki emas, osmonniki. Bunga berib ko'rsak bo'ladi quyosh. Bu lekin biz asosiy bu shom paytini emas, birinchi asr paytlarini ko'rsatamiz. Peshin paytini iloji boricha ko'rsatmaslik kerak. Peshin paytiga tushadigan soya ozgina xunyoq chiqadi interyerda. Iloji boricha asr, shom mana shu eng normallik xonaga normallik nur olib kirib beradigan paytda. Tak. Hozir tekshirib ko'raylik. Mana buni o'chirib qo'ydim, shu renderda zaminat qolmasligi uchun. Qatdan soya tushyapti bu yerda. Nur kiryapti. Mana xonada shunaqa yorug'lik chiqmadi. Mana shu narsa kerak edi bizga. Atmen qilamiz. Освещениyaning razdeliga kirib, o'tdan koronaga kiramiz. Korona san tanlaymiz-da. Iloji tak qaysi tomondan biz bo'lsa, mana romimizda quyoshni mana quyosh farqini chizish kerak bo'ladi. Keyin ruchnoy buramiz. Masalan, rotate bu yoqdan kirsa, чтобы mana strelka mebelga qarab tushishi uchun. Где-то shunaqa bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Resetiga o'tamiz, buni balandligini o'lchaymiz. Balandligi slishkim hozir baland. 45 ni kamaytiramiz. Bundoq qilsa, normallik ketdi. Hech naqa nastroykaga tegmagan holatda kameraga o'tamiz. Renderga bosamiz. Render qilish boshladi. Bu yerda agar oldindan bir taxmin qilib ko'rsa bo'ladi. Quyosh tushyapti o'tkir joyidan, ya'ni yorug' nur kirityapti-da, o'sha nur orqali qolgan joylarga svet beryapti. Rangini toni hozir bu standart o'ziniki emas, bizda ya'ni color mappingda biz o'zgartirgan edik. 10.000 daniyomet, o'shani masalan 6000 qilamiz. Agar masalan hozir esingizda bo'lsa aytib o'tgandim, color white balance, ya'ni belly balance qaysi освещение turiga berayotganingizga qarab o'zgartirish kerak bo'ladi. Ya'ni aniq bitta shablon yo'q har bittasiga. Bir xillarda masalan xonaning rangiga qarab ham color mapping o'zgartirish kerak bo'ladi. Danli moment hozir quyoshga 10.000 to'g'ri kelmasdi bizda. Biz faqat HDR ga berdik bu narsani. 6000 tak. Mana 6.5 berdim, xona rangi toni o'zgardi. Bo'lmaydi. Lekin baribir quyoshdan mana bunaqa oppoq rang emas, sarg'ish rang bo'lib berish kerak o'zi. Bizga bunaqa sovuq rang bunaqa chiqmasligi kerak edi. O'shaning uchun bir 7.5 qilib ko'ramiz. Bo'lmaydi. Bu aytganimdek quyosh o'zini tushayotgan rangi atmosfera xonamizdan tabiiy yoritib bermaydi. Masalan, ko'nglim to'lmayapti, bu yerda masalan quyoshdan tushayotgan primoy soyali bo'ladi-yu. Bu ham kuchli chiqmayapti. Chunki bu hozir mana bu mягкий soyali, mana buni nurni o'zidan olyapti. Tashqaridan kirmayapti-da u nur. Tashqaridan kirayotgan nur faqatgina mana bu soya. Mana shu yorug'lik kiryapti. Bo'ldi. Mana bu yorug'liklar bitta mana shu joyi o'zidan tarqalayotgan joy. Xuddi tabiiy rang ham mana shu urilayotgan joyidan chiqayotgandek bo'ladi. O'shaning uchun естественный svet beryapti, tabiiy emas. Ishimizdan render chiroyli chiqmaydi. Lekin hozir buni kombinировать qilib ko'ramiz. Tak, hozir birinchi bo'lib Corona Sky to'g'rilaymiz. Aytgancha hozir ularga o'tishdan mana bular nastroykasi bilan o'tib olaylik. Cancel qilamiz. Xo'sh. Yana xonamizda
iloji boricha regionni yoqib qo'yamiz. Mana shu joy o'zida ko'ramizda. Tak, и mana настройки nima ketyapti. Tak, region yoqildi. Corona Sun настройки bor, Sun Position bor. Quyoshni joylashgan anaqasi, koordinatalari. И Mental Ray Indirect Illumination, Mental Ray Light Shader bor. Bular Coronaga tegishli bo'lmagan narsalar. Bular umuman tegiladigan narsa faqat mana shu. Birinchisi bu yorug'likni yoqish o'chirish. Bu hammada standart bo'lgan narsa. Keyingisi intensity bo'lgan joy bu quyoshni kuchi. Quyosh kuchi. Yorug'lik kuchi. Ikkinchisi sun size bu quyoshni diskini katta kishikligi. Mana shu значениyaga qarab ham quyosh tushadigan soyasini o'tkir yo yumshoqligini boshqarsa bo'ladi. Bitta misol, birinchi bo'lib xonani mana bu bir intensityni kamaytiramiz, чтобы sal unaqa yondirib olmasligi uchun. Ikkinchisi mana bu sun size 5 qilib yuboramiz, sразу чтобы farqini ko'rish uchun. Ancha uspokоится holda. Mana bu yerda tushayotgan quyosh mana o'zgartirilgani. Bu o'tkirroq, bu yumshoqroq. Mana shuni kechish endi mana bir nechta 100 pastgacha tozaroq bo'lib chiqadi. Mana shu bir xillarda yumshoqlik ham tabiiy effekt beradi, bir xillarda bermaydi. Bu ham sharoitga qarab. Quyoshni kamaygani to'qadi. To'qadi. Ancha yomki tortadi, sun'iyroq qo'yadi. Baribir anaqa bizda bu akkinchalik renderans. Lekin quyosh o'zi kerakli yorug'lik beradi. U nimani yorug'lik beradi? Masalan, HDR yoki Corona Sky общий tashqariga kirayotgan yorug'lik hisobiga xona yoritilsa, lekin mana bu quyoshdan tushayotgan nur, devorga tegayotgan nurdan xonaga iluv rang yetib boradi. Qanaqadir udar beradi, kuchli. Keyingisi mana buni ko'rdik, tushundik. Include, exclude degan narsa bor. Bu o'zi bunaqa funksiya hamma narsaga tegishli. Ya'ni bir nima obyektni effektdan tashqariga chiqarish, bir nima obyektlarni effektdan tashqariga kiritish. Masalan, agar xonada deyilmoqda tyul turibdi, tyulga quyosh tegmasdan birato'la kirsin demoqchiman. Masalan, tyul kiradi, quyosh nurini to'syapti yorug'likdan. O'shanga men nima qilaman? Tyulga tegmaganda qolganini yoritib deyman. O'shanda mana bu tomon tyul modelini tanlayman, shu pardani shtori. Silkani bosgandan keyin bu yoqqa olib qo'yadi. Keyin bosaman, quyosh tyulni render qilmaydi. Lekin bilish kerak, что ikkita освещение qo'yish kerak shu paytda. Har tyulga qo'yganda renderda tekshiramiz, chunki tyul ham nimadandir yoritilishi kerak. Yoki quyosh nuri bilan yoki освещение xona nuri bilan, osmon nuri bilan. Dangi moment bizda osmondan tushayotgan nur ozgina to'sib qo'yapti. Tyul ozgina to'sib qo'yapti. Corona Sky yoki HDR quyoshni lekin to'smasligi mumkin. Chunki o'tkir nima beradi. O'sha paytda Corona Skyda exclude qilib bo'ladimi yo'q bilmayman, esimda yo'q. Ko'rib chiqamiz. Normalniy turibdi. Material editorga o'tamiz. Exclude, include yo'q ekan bunda. HDR'da o'tda ham xuddi shu obyektni kiritib tashqariga chiqara olmas ekanmiz.
hali temaga qaytarganmiz tyulga. Xo'sh, dальше. Color turibdi. Xona kirayotgan atmosfera rangi. From sky olilyapti. Birinchisi, ya'ni Corona Sky tursa o'shandan yorug'likning rangini olilyapti. Tanning moment bizda anaqa Corona Sky o'chib turibdi. Buni yoqqanini tekshiramiz. Ikkinchisi direct input. Bu mana bu rangini ruchnoy beramiz. Agar masalan oranjiy qo'ying. Mana rang ketdi. Уже mana nima rangi bo'lsa, shu yerdan xuddi shu rang kelib anaqa bo'lib qoldi. Ya'ni ruchnoy atmosfera rangini berasiz. Suv bo'lsa suv, ilura bo'lsa ilur, o'rtacha sariq bo'lsa o'rtacha sariq. Masalanda yoki Kelvin temp. Kelvin temp bizda tepa degan belli balansi o'zi почти. Masalan, men bu rang nima bersa, bu ham xuddi shu rangni beradi. Просто ikkalovi baravariga ishlashini просто ozgina garantiya bera olmayman bir xil ishlashiga. Hozir ko'ramiz qanaqa bo'ladi. В принципе, qanaqa, masalan, bu yerda nima rang, qanaqa farqlash mumkin? Ko'paytirsangiz oranjiylashadi, ilulashadi, kamaytirsangiz suvlashadi. O'sha effekt. Masalan, men bu color mapping bilan bir xil qilmasdan ozgina ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Ilura effekt beradi shunda. Kutilgan effekt bermadi. O'ylagan narsam bo'lmadi. Lekin, xo'sh. Qaysinisi yaxshiroq ishlatishga? Corona Sky yoqilgan paytda From Sky qilish обязательно. Agar HDRI bilan birga yoqadigan bo'lsangiz, direct input qilasiz. Ikkinchisi, ruchnoy освещение tonini berasiz. Chunki From Skydan ololmaydi ularni. Faqat Sky yoqish kerak-ku. Direct inputdan HDRI bilan birga yoritasiz. Tak, men bunisini endi temp, bu ham xuddi shu rangga o'xshagan narsa, просто Kelvin temp bo'yicha sonli значение bilan. Kamaytirsa oranjiy, kamaytirsa anaqa ko'p bo'ladi. Keyingisi visibility. Ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Masalan, visible directly deb turibdi. Bu agar o'zi quyosh ko'rinadigan narsa, to'g'rimi? Tashqariga chiqsak, quyoshga qarab tursak, o'sha yerdan yorug' shar paydo bo'ladi. Men buni o'chirib qo'ysam, o'sha shar yo'qoladi. Agar bir tesvitga o'tib render qo'yinglar, masalan, bizda mana bizda ham quyosh. Tamam. Render bosamiz. Ne çıkmadı? Sky uçu bu gene çıkmadı. Tak. From Sky. Sky uçu bu gene çıkmadı. Quyosh aytasiz? Quyosh shardan chiqishi aytolman. Skyda tekshirib ko'ramiz. Keyingisi. Bizda visible in reflection turibdi, visible in refraction turibdi. Reflection bu aks. Refraction bu shisha. To'g'ri, shisha deyilmaydi. Ruschada aytganda отражение и преломление deyiladi. Ruschadagi, o'zbekchasida anaqasini bilmayman, lug'aviy ma'nosini. Bu qisqacha aytganda bu oyna, bunisi shisha.
buni oynadigini o'chirib qo'ysangiz, ya'ni reflection o'chirib qo'ysangiz, quyosh aks ettirilayotgan obyektlarda ko'rinmaydi. Bilik ko'rinmaydi, shar ko'rinmaydi. Visible in refraction qilsangiz, shishada ko'rinmaydi biligi. Shu tomonlari bor. Qolgan nimasi hammasi nima deydi? Normal ishlaydi. Так, display size, viewport, bunisi просто mana bu viewportda razmeri. Logotipini ikonkasini anaqasida. Xo'sh. Bular ko'rdingiz, rotation aylanish, angle gradusini to'g'irlash. bo'ldi. Настройка mashinasida bo'ladi. Bu yerda ko'p ham asosiy настройкаларga kuchi и sun size. 5 endi ko'p edi. 2 qilib qo'yamiz. Men teksturini endi to'g'risi aniq bilmayman. Teksturi nimani beradi? Tekshirib ko'rmaganman. Kameraga o'tamizda bizda tak environmentga kiramiz. Material editor ochamiz. Esingizda bo'lsa Kalonskaya saqlab qo'ydim. Keyin ishlatamiz. Mana bu HDRI. Bu ham kerak. Mana bu narsa kerak. Endi buni olamizda material tanlaysiz, Kalonskaydan yoki mana bu yerdan turib, ushlab turib bu yoqqa o'tkazasiz. Instance qilasiz. Shu bitta joyda o'zgargan, boshqasida ham o'zgarsin deb. Okay. Render qilib ko'ramiz nima bo'lyapti. Bu yerda общий render qilsak bo'ladi. Aytgancha, mana razmeri kecha render qo'yganimdan kattalik qolib ketibdi. O'shanga 1024 qilamiz, чтобы tezroq render qilish uchun. Regionni view qilib qo'yamiz. Xo'sh. Mana Kalonskaya bilan baravariga Kalonskaya bilan Kalonsan yoqildi. Xonada kuchli yoritish bo'lib ketdi. Plus tashqaridan kelayotgan yorug'on mana bu joy ancha yonib ketgan. To'g'rilab ko'ramiz nurini. Birinchidan nastroykani ochamiz. F10 dagi yoki render setupda color settings kiramiz, color mapping. Bizda exposure yoqilib turibdi, 0 bo'lib, o'shani pasaytiramiz. Azdan ancha yonishni kamaytiradi. Ikkinchisi highlight compression. Так, buni ko'paytirsak o'zgartirishga garantiya yo'q ekan. Ya garantiya. Uni ish qovurar ekan. Значит, уже maksimalniy уже yonish kamaytirildi. Kamaytirish kerak bo'lgan narsa quyoshni yoki Kalonskaya kuchini kamaytirish kerak bo'ladi. Bizda tak quyosh tanlaymiz, ashni bosamiz, yorug'likni tanlaymiz, Kalonsan. Tak 0.5 turibdi. 0.1 qilib ko'ramiz. Render. Xonada yonish kamaydi, ancha to'g'ri bo'ldi. Tak, quyosh ham o'zi me'yorda tushyapti. Yonib ketmayapti, uni tabiiy otenkani beryapti. Chunki yonib ketsa, mana bu joylarga slishkin kuchli nur beraveradi. U tabiiy emas o'sha. Bu o'tda odam ko'zi bilan emas, fotoapparatdan olinayotgan rasmga o'xshaydi. Fotoapparat biroz quyoshdan oyna tomonga kelayotgan joy quyosh bo'lsa, yonib ketadi rasmda. Odam ko'zi bilan ko'rilsa yonmaydi. Chunki nurni yaxshi qabul qiladi odam ko'zi. Fotoapparat u mana atrof yoritaman deb o'rtaga yonib ketadi. Chegaralangan fotoapparatda. Sotvinnikimi, boshqasinikimi o'sha bir xil. Tak, keyingisi bu yerda ozgina tonini o'zgartiramiz. Mana hozir Sun bilan Sky birga ishlayapti-yu. Shu paytda o'sha tonini kerakli joyga o'zgartirsa bo'ladi. Masalan, hozir 7.5 turibdi. 7.5 8.000 qilsangiz bo'ladi. Normalniroq yoki sal harakat. Sakkiz ming yoki 7.5 normalniy ekan. Endi bu chist oq rang bo'lgani uchun ozgina rangni to'g'rilash qiyin bo'lyapti, chunki pol parket qo'yganimizdan keyin ham mebel ham o'z rangi bo'lgandan keyin xonaga уже yana qizilroq bo'ladi ranglarni o'ynash.
Bitta rang o'zidan qanaqadir chiroyli rang chiqarish harakat qilamiz edi. Oq rang bo'lsa, u qayerda u nima bo'ladi? U qiyinroq. Oqda oqxona bo'ladi, boshqa rang bo'lmaydi o'sha. Tak, в принципе shu narsa. Endi bitta tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, ana bu. Nima desa bo'ladi? Xonaga kiradigan nurni rangini boyatdik-ku, shu quyosh balandligiga qarab xona ham rangini o'zgartiradi. Men qilamiz-da, perspektivaga o'tib quyoshni tanlaymiz. И gradusini eng pastiga tushirib rangini qanaqa o'zgartirishini ko'ramiz. Hozir tak. Agar ahamiyat bersangiz, mana quyosh tushayotgan joyi oranjiy. Bu qo'ygan tashqaridan shom payti kelyapti, oranjiy sifat. Tak, patolo yorishtirishi pastga tushayotgan nur hisobidan bo'ladi. Patolo normal yoritiladi hozir. Bizda mana bu oranjiy bo'lib qolgani, endi tabiiy shom paytini yorayotgan bo'lsa, lekin aslida effektimiz to'g'ri chiqmayapti. Nimani hisobiga tabiiylik yo'q baribir. Tabiiylik yo'q. U rangi bor, tabiiylik emas lekin. Bu birinchidan освещенияni to'g'ri qo'yganimiz bilan просто nima desam bo'ladi. Quyosh normal yorug'ligi normalni. Tak, bitta shu mana bu joy yonib ketayotgani ham bor. Atmosferani kamaytirib ko'ramiz yorug'lik kuchini. Balki o'shaning sababli bermayotgandir. Tabiiy rang bundaki bizda mana bu rang multiplayer bizda 3 bo'lib qolgan. O'shani bir qilamiz-da. Iloji 1.5. Endi qilib ko'ramiz. Iloji bo'lsa region qilib. Men crop berib qo'ydim. Crop berib qo'ydim. Pozlanaymi qilamiz. Xo'sh, mana более-менее уже sal normalniylashdi. Ko'chada, конечно, ko'chada слишком yorug' kiryapti-yu. Bundan pasaytira olmaymiz, xonamiz темный bo'lib qoladi. O'shanga. Hozir prinsipi освещение o'zini ishlatish ko'ramiz. Tak. Rangi endi bu yoq devorga emas, boshqa tomonga qaratib qo'yaylik, nima effekt bo'ladi. Chunki yana bitta momenti ishimiz yaxshi chiqib nima qilishi, tak, mana rangini sal ko'taramiz. Gradusini o'zgartiramiz, boshqa tomondan kesin. Quyosh qaysi tomonga qaratishda ham bir ishi chiroyli chiqmasligi bor. Bu o'zi u yo'q kompozitsiya o'zi. Masalan, quyosh pozitsiyasi, kameraning pozitsiyasi qayerda bo'lsa, ya'ni o'shani to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, ko'zga yoqadigan bo'lib chiqishi mumkin. Bo'lmasa, o'sha noto'g'ri kameraga qo'yilib, masalan, boya ishingizni ko'rganimdaki, sal ko'tarib bunaqa qo'yish ham masalan noto'g'ri. Bu уже pozitsiya normal hisoblanadi. Hammasi parallelniy, o'zining perspektiva turibdi. Bir xillarda bunday qo'yish ham noto'g'ri. Pastdan tepaga qaratib qo'yishdi. Iloji boricha parallelniy ishlashga harakat qilish kerak. Endi qo'yamiz. Tak, bizda hozir render qilib bo'ldi, ya'ni shom paytini boshqa pozitsiyadan ko'rsatdi rangini. Mebelga qarab tushayotganga qaraganda televizor tomonga tushayotgan rangida ko'proq interesli bo'ladi. Nimani hisobiga? Bizda mana bu romdan tushayotgan palasi, bu romma shakli devorda tekis to'g'richi bo'lib qoldi-da, qiziq ko'rinmayapti. Ozgina ishimizni buzib qo'yayotganda ham bo'ldi. Уже formasi ko'proq bo'lgan joyga tushayotganda quyoshning nuri sinyapti-da. Bizda ozgina interesli formal paydo bo'lyapti. Bu ozgina ishni qiziqlashtiradi. Raznoобразный qiladi, ham однотонный bitta tekst devordiga shakl qilib qo'ymaydi. Уже tabiiy formada bo'ladi. Agar umumiy qilayotgan bo'lsa, biz o'sha HDRI bilan ishlagan formamizdagi, ya'ni HDRI bilan yoritilgan nimadagi yumshoq soyalarni berdik.
shom payti bo'lgani uchun oranjeviy effekt beryapti. Oq qilib qo'ysak ham anaqa tabiiy chiqmasdi, chunki u paytga mos emasdi quyoshga tushishi Renault'ga. O'sha tomoni ham bor. Yana bitta narsa, eng asosiysi, xonamizda yonib ketmagan. Tabiiy yorug'lik bilan yorityapti. Shumlar bilan yuzta past bo'lgandan keyin shum tozalansa, уже chiroyli xona bo'ladi. Tem более ranglan berganimizdan keyin xona уже tabiiy rangga ega bo'ladi. Ishi realistik chiqishiga, endi oskasini o'xshab chiqishiga faqat yorug'lik ta'sir emas, faqat render nastroyga emas, materialni qanaqa bo'lishi ham rol o'ynaydi. Chunki u material o'zidan ham qabul qiladi nurni. Agar materiallar bortib turgan effektdagi polda отражающий, ya'ni aks ettiriladigan parket glansiylar bo'lsa, u hammasi chiroyli chiqadi. Bliklari bilan. Mana bu devorlar ham masalan отраженияsi bo'ladi ozgina. Glansiy effekti bor. Ular ham rol o'ynaydi. Mana televizor o'zini effektini qo'yib qo'ysak, mana shu televizor o'zi ham zo'r effekt beradi xonada. Yaltiroq qanaqadir kulminatsioniy momentlarga o'xshab. Shu bu qismni tugatib turamiz. Endi biz Corona Sky bilan Corona Sun'ni ishlatib ko'rdik. Keyingisida Corona Sun bilan HDRI yoritib ko'ramiz baravar.